Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ancha video qo'ya olmadik. Bugun yana video qo'yamiz. 2-3 kun sabr qilsanglar, jahon chempionati boshlanadi. Hozirgi o'rtoqlik matchlar uncha o'xshamayapti-da. Yaxshi kupon qilyapmiz, lekin parod qilib qo'yyapti. Jon berib o'ynamaydi. Ochko kerak emas, hech narsa yo'q-da. Bugun shunday bo'lsa ham bir kupon qilamiz, yaxshi o'tadigan qilib. Bir sinab ko'rasizlar. Uzog'i 5, 6 shunaqa koeffitsient qilamiz. Pokiston, Afg'oniston. Birinchi taym burchakdan 4,5 tadan ko'p olamiz. 4,5 tadan ko'p. 5 ta burchak zarba bo'ladi deb olamiz. Bo'ladi bunda. Keyin qaranglar. Finlandiya kubogiga kerak emas bular. Inter Turku. Finlandiya kubogi. Bunda ham qaranglar. Ikkinchining natija totali g'olib 2 va total 2,5 dan ko'p olamiz. Oldik. 4 koeffitsient bo'ldi. Malaga Las Palmas. Общий total 2 bo'lishi olamiz. 2 bo'lishi 6,6 koeffitsient bo'ldi. Yengil urib qo'yamiz. Kupon yengil o'tadi bolalar. 400 ming so'm urib qo'ydimmi? Kupon yengil o'tadi. Qaranglar. Afg'oniston Pokiston o'yinida 4,5 burchak. Keyin Finlandiya kubogida Inter Turku degan komanda yutish kerak va o'yinda 1,5 tadan ko'p gol bo'lishi kerak. Malaga Las Palmas total 2 bo'lishi. Ko'rdik-a? Kupon qilishdi. Shu kuponlarga hozircha tikib turinglar. Eng qanaqadir anaga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda Telegram kanaliga o'tib olsanglar, men bunaqa kuponlardan kechqurun bilan tashib chiqaman, o'tadigan kuponlar. Birinchi navbatda Telegram kanaliga o'tib olamiz. Telegram kanalimiz shu profilda, YouTube profilda pastga qo'yib qo'yganman yoki Telegramda postdan taxmin uz deb qidirasizlar. Qattiq bilan taxmin uz 2 z qidirsanglar chiqadi. Videoga bir bomba like bosib tashinglar. Bolalar, Telegram kanaliga o'tib olinglar hozir. Telegram kanalda hammani kutaman. Telegram kanalda har kuni kupon berib boraman. Har kuni o'tadigan o'rgataman qo'limdan kelgancha. Bir omadinglarni sinab ko'ringlar. Telegram kanaliga o'tadigan kuponlar beramiz. Yana 2 kun, 3 kun sabr qilsanglar, jahon chempionati boshlanadi. Jahon chempionati boshlangandan keyin to'lqa plyusda yuramiz. Hozir o'rtoqlik uchrashuvlari bizni sotib qo'yyapti. Shunga zo'r, ideal bo'lmayapti, to'g'risi. Hozir like'larni bosib tashlab Telegram kanaliga o'tib olgan bo'lsanglar, 3 kun, 4 kundan keyin boshlanadi bizda o'yinlar. Bosaveramiz, tekin kuponlar o'tadigan bo'ladi hammasi. Hozir shunga urib qo'yinglar, kupon o'tadi 100%. Hammaga rahmat bolalar, kupon o'tadi, esingizda qolsin. Shu kupon. Rahmat aka, kupon o'xshadi deb yozib ketsanglar bo'ldi ertaga.